Tinch farzand. Oxirgi farzandim 3 ta qizdan keyin o'lib. Şenganım şu idare beni. Bu yaş doğu versin beni şu suyu kurutup versin balla kılamız deyapti. Mana bu yerda hamma haq. İkki farzandi bor bir kız. Ular mana yetim bo'lib o'tiribdi. Dadam moshlab kelardi. Buncha bola 3 yashar bola. O'sha kundan beri dadam moshlab kelardi, kutib o'tirardi. 5 kundan beri uni didorini ko'raman deb nima qilyapman bo'lmayapti. Iltimos. Mendan mingta odam harakat qilyapti, suvga tusholmayapti axir. Qayerga murojaat qilishimizni bilmayapmiz. Hech kim xabar olmaydi. Nima qilib beray deb, nima qilmaydi. So'rasang buni mumkin emas. Tojikiston bilan shartnomasi bor deydi. Bugun nechinchi kun? Bugun 5-kun mana marhumga. Iltimos shuni nima qilib beringlar, menga yordam beringlar. Yana qayerga boraman? Bu xalqlar qiynalyapti mahallama. To'rchaga to'g'ri bo'lgan mana shunaqa qilib setga tashlab ketyapmiz, imkoniyati bo'lmayapti axir. Bular ham qiynalib ketdi. Shu suvni quritib bersa, shu xalqimiz tushamiz deyapti. Mana shu yerda tushib bir boshdan yurib kelamiz deyapti. Shuni quritib bermayapti shu. Kim endi mutaxassis bilmasak endi biz. O'zingiz qayerdan tashlangan o'zi? Qaysi tomondan tashlangan? Qo'qon shahrining ming ko'prigidan tashlangan. Boshqacha ketyapti, bo'linib ketyapti-yu, buni nima qilib bo'lmaydi ekan, orasida qolib ketyapti joylar. Nazorati to'liq olib bora olmayapti, katta suv bo'lsa bu. Odamni og'izib ketyapti. Ukamizni shu Infinbank xodimi bo'yin sohasiga bir necha marotaba pichoq urib, yo'ldirib, mashinada olib yurib, keyin soat 7:30-8lar atrofida katta Farg'ona kanaliga tashlab yuborishgan. Bu Qo'qon shahar Mintut MFga to'g'ri keladi, tashlab yuborgan joylari. Sanjarbek oilada eng kichkina farzand bo'lgan, 4-farzand. Qaynatam 3 ta qizdan keyin Xudodan tilab olgan yagona o'g'illar edi. Sanjarbek ukamizni o'zi ko'butlari bo'lgan. Bir hafta oldin bozorga olib chiqib, Bag'dodlikda ayolga sotishgan. Sotgandan keyin shu Infinbankka murojaat qilishgan, 30% yana rassrochkaga mashina olaman, 12 avtomashinasini olaman deb. Keyin borishgandan keyin shuna voqealar bo'lgan. Keyin u jinoyatchini gaplari bo'yicha oxirgi marta shu 12:45 da ayol kishi bilan gaplashgan, telefonda shu sotgan Cobalt mashinalarini notariusga kelib o'tkazib berishini so'ragan ayol kishi. Sanjarbek bora olmayman, bugun ishlarim ko'p, shunaqa bankda mashina olgan keldim deyishgan. Shu bilan keyin telefonlar o'chgan. Shu voqea soat 13:00 ga to'g'ri keladi shunda. Shundan keyin 13:00 da Sanjarbekni bo'yin sohasiga bir necha marotaba pichoq urib, mashinaning ichida qora trekker bo'lgan. Mashinaning ichida yo'ldirib, u bank xodimi hech bola bilmaganda yana ishxonasiga qaytib kelib, o'z ishini davom ettirganda, keyin soat 19:00, 20:00 atrofida to'g'ri kelyapti. Keyin o'sha katta Farg'ona kanaliga borib tashlab yuborishgan.